Bugun trenddagi salat pishirib ko'ramiz bizam. Katta-katta qora baqlajon hechtasini ustini artib, tayyorlab, hamma qatori suvga bo'ktirib, uni yana sochiftada quritdim va kukuruza kraxmali bor ekan mani uyimda. Shundan qo'shdim. Yana boshqacharoq bo'lishi uchun bir qoshiq o'zbekcha unimizdan ham qo'shdim. Chunki unni yoshligimizda biz bo'tqa qilib, varraklarni yopishtirish uchun kiliy undan foydalanardik. Demak, qotiradi. Mani idishim kichikroq uchun sal botadigan qilib yog' qo'ydimda, ikki qismda pishirib oldim. Bitta posasini va ikkinchi posasini hammasi bir chiroyli qizg'ish rangda paydo bo'ldi. Mana ko'ryapsiz, ungacha men bitta pomidorni maydalab, kubik shaklida qilib, soya so'vi, chesnok bilan aralashtirib oldim. Tuz ham solasiz. Siz kisliroq bo'ladi. Ya'ni o'zbekchasiga nordonroq. Salat ustiga solib chiqyapsiz. Tenga-teng birga bir bo'lmaydi baqlajon bilan. Baqlajon ko'proq bo'lishi kerak. Bu o'sha asosiy rejada sous xolos. Chiroyli ko'rinishga ega bo'ldi. Hali yeb ko'rganimiz yo'q. Bu yana ham mazali va go'zal ko'rinish uchun oq ko'ngilni ichiga sepib chiqdim. Mehmonga tortsangiz bo'ladi, o'zingiz yeysangiz bo'ladi. Uydagilar juda maqtashdi.